2017-2025 yillar davomida issiqlik ta'minoti tizimini yangilash bo'yicha respublika bo'ylab umumiy qiymati 210 ta yirik loyiha hayotga tatbiq etildi. Ushbu loyihalar doirasida 187 ta qozonxona yangidan qurildi va rekonstruksiya qilindi. 728 ta zamonaviy va yuqori samarali qozon uskunalari o'rnatildi. 1467 kilometr uzunlikdagi yangi issiqlik tarmoqlari yotqizildi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida xonadonlar va binolarda 2214 ta individual issiqlik punktlari o'rnatildi. Keng ko'lamli modernizatsiya natijasida 258,7 ming xonadondan iborat 7867 ta ko'p qavatli uy hamda 787 ta ijtimoiy soha obyektining issiqlik ta'minoti sifati tubdan yaxshilandi. 130,4 ming xonadonni o'z ichiga olgan 4379 ta ko'p qavatli uy hamda 464 ta maktab, bog'cha va shifoxonalar ilk bor yangidan markazlashgan issiqlik energiyasi bilan ta'minlandi.